الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alloh taolo bizga bu Ramazon oyidan o'tishga imkoniyat berdi va bugun Ramazonning oxirgi juma kuni. Bu Alloh taoloning katta marhamatidirki, u bizning ko'plarimizni ibodat qilishga va ro'za tutishga muvaffaq qildi. Biroq shuni anglashimiz kerakki, faqatgina Ramazonda ro'za tutish yoki ibodat qilish bilan bizning maqsadimiz ado bo'lmaydi. Alloh taolo bizga shuni ta'kidlaganki, biz doimo uning ibodatgo'y bandalari bo'lishimiz kerak va ibodatning haqqini ado etishga harakat qilishimiz lozim. Shuning uchun bu muborak kunlarda kimga namozga diqqat qaratish, jamoat bilan namoz o'qish, nafl ibodatlar qilish, Qur'oni Karimni o'qish va unga amal qilish nasib etgan bo'lsa, uning burchi shuki, bu solih amallarni davom ettirsin. Faqat shundagina biz inson yaratilishining haqiqiy maqsadiga erishishimiz mumkin. Bu zamonda biz Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ahdlarini yangiladik va shuning uchun biz bu yo'lda tinimsiz harakat qilishimiz lozim. Shu kunlarda va qolgan 2-3 Ramazon kunlarida duo qilishimiz kerakki, Alloh taolo bizga bu Ramazonning barakotlari sababli kelajakda ham yaxshiliklarni davom ettirishga tavfiq ato etsin. Biz Ramazondan keyin ham Alloh taoloning amri bilan bajargan solih amallarimizni unutmasligimiz lozim. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlarki, haqiqiy mo'min bir namozdan keyingi namoz haqida qayg'urgan, bir jumadan keyingi jumani intizorlik bilan kutgan va bir Ramazondan keyingi Ramazonni sevinch bilan kutgan kishidir. Ya'ni u ibodatlarni bajarish uchun fursatlar kelishini intizorlik bilan kutadi. Shu vaqt ichida u Alloh taolo buyurgan barcha yaxshiliklarni amalga oshirishda davom etadi. Bu ibodatlar esa uning kichik xatolari va gunohlari uchun kafforat bo'ladi. Shunday qilib, Ramazon qanchalik muhim bo'lsa, har bir namoz va har bir juma ham shunchalik muhimdir. Faqatgina Ramazonning oxirgi jumasi barakotli emas, balki har bir juma muborakdir. Bu zamonda men aytganimdek, Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhisalomni yubordi va bizga u zotga iymon keltirish baxti nasib etdi. U zot alayhisalom o'z jamoatlariga ko'plab nasihatlar qilganlar. Qanday qilib haqiqiy musulmon bo'lish mumkin? Qanday qilib haqiqiy ibodatgo'y banda bo'lish mumkin? Va qanday qilib Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatlarning haqiqiy a'zosi bo'lish mumkin? Demak, biz bu narsalarni doimo yodda tutishga harakat qilishimiz kerak. Hazrat Masih Maud alayhisalom bir o'rinda nasihat qilib, shunday dedilar: Men o'z jamoatimga bir necha marta aytganmanki, mening bay'atimgagina tayanmanglar. Agar uning haqiqatiga yetib bormagan bo'lsangiz, najotga erisha olmaysiz. Faqat tashqi ko'rinishga qarab qanoatlanuvchi odam uning asl mohiyatidan mahrum qoladi. Agar murid o'zi amal qilmaydigan bo'lsa, pirning buyukligi unga hech qanday foyda bermaydi. Faqat men falonchi pirga bayat qildim. Men Hazrat Masih Maud alayhisalomga bayat qildim. Endi men hammasiga erishdim deb iddao qilish
kifoya qilmas. Qachonki biz o'zimiz amal qilishni boshlamasak, u paytgacha bu bayat bizga hech qanday foyda bermaydi. Shuningdek, u zot alayhissalom misol keltirib shunday dedilar: agar bir kishi shifokorning retseptini olsa-yu, uni faqat qo'lida ushlab tursa, ammo u bilan davolanmasa, u hech qanday shifo topmaydi. U zot alayhissalom shunday dedilar: men Kashti Nuh nomli kitob yozganman. Bu kitobni qayta o'qinglar. Unda sizlar uchun nasihatlar bor. Agar sizlar bu nasihatlarga amal qilib, o'z hayotingizga tatbiq etsangiz, Alloh va uning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hukmlariga muvofiq tarzda olib borishga harakat qilsangiz, ana o'shanda haqiqiy najotga erishasiz va bayatdan haqiqiy foyda olasiz. Alloh taolo Qur'onda shunday deydi: albatta o'z nafsini poklagan kishi muvaffaqiyat topdi. قد أفلح من زكاها. U zot alayhissalom yana misol keltirib deydilar: minglab odamlar bor, o'g'rilar, zinokorlar, fasodchilar, ichkilikxo'rlar, jinoyatchilar, lekin ular ham biz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlaridanmiz deb da'vo qilishadi. Biroq haqiqatda ular ummat bo'lishga haqlimi? Yo'q, hech ham. Haqiqiy ummati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ta'limotlariga amal qiladiganlardir. Agar bir kishi bu ta'limotga amal qilmasa, u haqiqiy ummati bo'la olmaydi. Agar amal qilmasa, u faqatgina Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nomlarini yomonlaydi. Shuning uchun biz doimo bu narsani yodda tutishimiz kerak. Biz o'z amallarimizni islom ta'limotiga muvofiq qilishimiz zarur. Alloh taoloning hukmlariga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilishimiz lozim. Hozirgi zamonda bu narsaga Hazrat Masih Maud alayhissalom e'tiborimizni qaratganlar. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda shunday dedilar: agar siz ushbu jamoatga kirgan bo'lsangiz, unda uning ta'limotiga amal qiling. Shuningdek, u zot alayhissalom shunday davom etdilar: jamoatga kirganingizdan keyin sinov va qiyinchiliklar ham bo'ladi. Agar qiyinchiliklar bo'lmasa, unda savob qanday mumkin bo'ladi? Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Makkada 13 yil davomida azob uqubatlar va mashaqqatlarga duch keldilar. Sizlar o'sha davrning azoblari qanday bo'lganini ham bilmaysizlar. Shuning uchun doimo esda tutingki, azob uqubatlar yetadi. Lekin Makkada sahobalarga ham, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ham qiyinchiliklar yetib turgan vaqtda ham u zot doimo sabrni o'rgatdilar. Bularning natijasi nima bo'ldi? Natijada oxir oqibat dushman yo'q bo'ldi. Sizlar ko'rasizlarki, hozir sizlarga qarshilik qilayotgan bu yovuz odamlar o'sha payt ko'zga ko'rinmaydi. Hozirgi kunda ham xuddi shunday holat davom etmoqda. Alloh taolo bu jamoatni dunyo bo'ylab tarqatishga qaror qilgan. U zot alayhissalom deydilar: bu odamlar sizlarning soningiz ozligini ko'rib, sizlarga ozor berishmoqda. Lekin jamoat ko'payganda ular o'z-o'zidan jim bo'lib qoladilar. Bu dunyodagi qonuniyatdir. Bu payg'ambarlar jamoatlarining biz ko'rgan tarixidir. Agar Alloh taolo xohlaganida bu zolim odamlar sizlarga ozor bermagan bo'lardilar va bu ozor beruvchilar dunyoga kelmasdilar. Lekin Alloh taolo ular orqali sizlarga sabrni o'rgatmoqchi. Alloh taolo barcha kuch-qudratlarning sohibidir. Bu zolimlarning qo'llarini to'xtatishga qodir. Lekin u bizlarni ham sinamoqchiki, bizda qanchalik sabr bor? Biz Alloh taolo bilan qanchalik mustahkam aloqadamiz? Nima, biz faqat Ramazon kunlaridagina Alloh taolo uchun ibodat qilyapmizmi? Yoki bu ibodatlarni hayotimizga doimiy ravishda joriy qilmoqchimizmi? Yoki qilyapmizmi?
Agar shunday qilmasak, unda hech narsaga erishmaymiz. Lekin agar biz bu yo'lni tanlagan bo'lsak, sabr bilan Alloh taoloning roziligini qabul qilsak, duolar qilishda davom etsak, u holda Alloh taolo bizni dushmanlarimizdan qutqarib qoladi. Shunda sizlar o'z ko'zingiz bilan ko'rasizlarki, Alloh taolo sizlarni qanday qilib bu musibatlardan xalos qiladi. U zot alayhissalom davom etib deydilar: Sabr ham ibodatdir. Sabr qilguvchilarga hech qanday hisob-kitobsiz mukofot beriladi. Bu faqat sabr qiluvchilar uchun va'da qilingan mukofotdir. Boshqa ibodatlar uchun Alloh taoloning bunday va'dasi yo'q. Inson bir jamoat ichida hayot kechirsa va unga aziyat ustiga aziyat yetsa, oxir oqibat uni himoya qiluvchining hamiyati uyg'onadi va aziyat yetkazuvchini yo'q qiladi. Ya'ni biz sabr qilganimizda, u zotning oldida bo'yin egib duo qilganimizda, Alloh taoloning hamiyati uyg'onadi. Ba'zi odamlar sabrsizlikni izhor etishadi. To'g'ri, haqiqatan ba'zi joylarda, ayniqsa Pokistonda juda ko'p qiyinchiliklar bor. Biroq Alloh taolo va Hazrat Masih Maud alayhissalom bizdan sabr matonatni talab qiladilar. Faqatgina bu Ramazonda duo qilganimiz kifoya emas, balki biz bu duolar va ezgu amallarni hayotimizda doimiy tarzda davom ettirsak, shundagina biz uchun haqiqiy manfaat bo'ladi. U zot alayhissalom katta ishonch bilan aytdilar: Bizning jamoatimiz Alloh taoloning himoyasida va azob-uqubatlarga dosh berish orqali iymon yanada mustahkamlanadi. Sabrga teng keladigan hech narsa yo'q. Agar biz bu narsalarni eslab qolsak, inshaalloh, biz doim taraqqiyot sari ilgarilaymiz. Dushman hech qachon bizning ishlarimizga to'siq bo'la olmaydi. Rejalarimizga ham hech qanday g'ov sola olmaydi. Lekin shart shuki, bizning o'z amallarimiz solih bo'lishi va biz har bir ishni faqat Alloh taoloning roziligi uchun qiluvchi bo'lishimiz kerak. Bir joyda u zot alayhissalom deydilar: Endi siz faqat dunyoga berilib qolmang, balki Alloh taologa yuzlaning. Qachonki siz Alloh taologa yuzlansangiz, shunda ko'rasizki, u siz uchun qanday yengilliklar yaratadi. So'ngra u zot alayhissalom taqvo haqida nasihat qilib shunday dedilar: Tarix shundan darak beradiki, dastlab kim haqiqiy musulmon bo'lsa, u sabr qilishga to'g'ri keladi. Sahobalar ham shunday davrni boshdan kechirganlarki, ular ba'zan daraxt barglarini yeb kun kechirishgan, ba'zida esa bir burda non ham topilmagan. Shuning uchun aytdilarki, agar Alloh taolo o'zi yaxshilik qilishni xohlamasa, hech kim boshqasiga yaxshilik qila olmaydi. Agar Alloh taolo yaxshilikni iroda qilsa, shundagina odamlar ham yaxshilik qiladilar. Qachonki inson taqvoni ixtiyor etsa, Alloh taolo unga barcha eshiklarni ochadi. Odamlar sizga yaxshilik qiladi deb o'ylaysiz, lekin agar Alloh taoloning irodasi hali bunday bo'lmasa, siz qancha urinsangiz ham odamlar sizga yaxshilik qila olmaydilar. Yaxshilik yo'lida yurish uchun Alloh taologa yuzlanish zarur. Qachonki uning roziligini topsak va taqvo yo'lida yursak, unda Alloh taolo bizga o'z fazl marhamatining eshiklarini ochadi inshaalloh. Shuning uchun aytdilarki, Alloh taologa haqiqiy iymon keltiring. Barcha narsa undan keladi. Chunki Alloh taolo shunday deb marhamat qilgan. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kimki Allohdan qo'rqsa, u uchun u zot birorta najot yo'lini paydo qilib qo'yadi va unga u hech kutmagan tomondan rizq ato etadi. Agar hayotimizda muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsak va biz bu Ramazon yoxud har bir Ramazon bergan fayzdan bahramand bo'lmoqchi bo'lsak, u holda biz bu narsalarni eslab qolishimiz kerak. Bandalarning haq-huquqlari haqida u zot alayhissalom shunday dedilar: Bir-biringiz bilan iliq munosabatda bo'linglar. Qanchalik bir-biringizga muhabbat qilsangiz, Alloh taolo ham sizlarga shunchalik muhabbat qiladi. Faqat zohiriy ibodatlar kifoya emas, balki Ramazon kunlarida ko'p kishilarda oliy axloq izhor etishga e'tibor paydo bo'lgan.
Ko'p kishilar bu haqda xabar ham berishadi. Endi esa muhim narsa bu oliy axloqni doimiy ravishda saqlash. Kichik masalalar, mayda nizolar yoki bir-biringiz bilan bo'lgan kelishmovchiliklarga barham beringlar va mehr-muhabbat hayotini kechiringlar. Agar biz shu ishlarni qilsak, Alloh taoloning marhamat yomg'iri bizga yog'adi. U zot alayhissalom yana bir joyda nasihat qilib shunday dedilar: bizning jamoatimiz uchun zarurdirki, bu tashvishli zamonda har tarafda zalolat, g'aflat va gumrohlik shamoli esib turgan bir paytda taqvoni ixtiyor qilsin. Qarang, bugungi kunda qanday vosita borki, u odamlarni gumrohlikka olib borish uchun ishlatilmayapti. Har turdagi ommaviy axborot vositalari va har xil urinishlar amalga oshirilmoqda. Hozirda shu ishga katta e'tibor qaratilgan. Dunyoparastlar har qanday vositani odamlarni zalolat, g'aflat va gumrohlikka olib borish hamda Alloh taolodan uzoqlashtirish uchun ishlata boshlaganlar. Shunday sharoitda biz bu davrda dinni yangilash va islomni tiklash uchun Masihi Maud alayhissalomni tan olganini iddao qiluvchilarning burchi shuki, bu narsalardan o'zimizni saqlashga harakat qilmog'imiz lozim. Biz o'zimizni sinab chiqishimiz kerakki, oramizda nechta odam bundan o'zini tiya oladi. Yoshlar ham, kattalar ham, ayollar ham, bolalar ham barchamiz o'zimizni tekshirishimiz kerak. U zot alayhissalom davom etib deydilar: dunyo shunday holatga keldiki, Alloh taoloning hukmlariga nisbatan hurmat qolmadi. Huquqlar va vasiyatlarga e'tibor berilmayapti. Alloh taolo qilgan nasihatlarni hech inobatga olmaydilar. Dunyo va uning ishlariga haddan ziyod qiziqish bor. Agar biz o'zimizni tahlil qiladigan bo'lsak, bizda ham shunday holatlar uchraydi. Dunyo ishlariga ortiqcha berilib ketish, ba'zan namozlarni unutgan holda qoldirish, ba'zi odamlarning juma namoziga e'tibor bermasligi, yana boshqalarga e'tiborsiz bo'lish, o'z haqqini olish uchun boshqalarning haqqini poymol qilish. Bu kabi ishlar Alloh taoloning yaqinligiga olib boradigan ishlar emas. Shunday ekan biz Ramazon oyida duolar qilamizki, Alloh taolo bizga yaxshilik qilishga tavfiq bersin, bizning ehtiyojlarimizni qondirsin. Ammo shu bilan birga Alloh taolo bizga amr qilgan narsalarni bajarishimiz ham zarur. Faqat duo bilan ish bitmaydi, harakat ham qilish kerak. U zot alayhissalom shunday dedilar: dunyoviy ishlarga berilib ketgan odamlar borki, agar dunyoviy zarar yetsa, qattiq shovqin-suron ko'tara boshlaydilar, nola va shikoyat qiladilar va avval aytganimdek, dunyoviy yo'qotishdan qutulish uchun Alloh taoloning haqqini poymol qiladilar. Ular uchun dunyoviy manfaatlar muhim. Allohning haqqi bajariladimi, yo'qmi, farqi yo'q. Bunday odamlar Alloh taolo bizga bergan nasihatlarga e'tibor qaratmaydilar. Ular odamlarning haqlarini ham ado etmaydilar. Ko'pincha sudbozlikka berilib ketadilar. Ko'pincha yolg'on da'volar qiladilar. Bir-birini yerga urish uchun turli xil usullardan foydalanadilar. Advokatlarning gapiga kirib, noto'g'ri dalillar keltirayotgan bo'ladilar. Advokatlar ham yolg'on dalillar keltirishga undaydilar. Yolg'on guvohlarni taqdim etishadi. Shunday holatda qanday qilib Alloh taolo bizga yordam berishi mumkin? Agar Alloh taoloning yordamini istasak, u holda yaxshilikka e'tibor qaratish va uning ahkomlariga amal qilish shart. U zot alayhissalom shunday deydilar: inson kuchsiz bo'lganda gunoh qilishga jur'at qilmaydi, gunohga qo'l urmaydi. Kuchsizlik davrida u doimo Allohga yuzlanadi, ammo imkoniyat paydo bo'lishi bilan u darhol yolg'on gapirish va gunohlarga botishni boshlaydi. Yengillik va farovonliklar paydo bo'lganda inson oldin qanaqa ahvolda bo'lganini hamda bu yengillik va kenglikni Alloh taolo ato etganini unutib yuboradi. Alloh taologa shukrona ado etish shundan iboratki, inson o'sha yaxshiliklarni davom ettirsin va Alloh hamda uning bandalarining haqlarini poymol qilishga hech qachon urinmasin. Agar kimdir boshqalarning haqqini yesa, demak unda haqiqiy taqvo yo'q. U zot alayhissalom shunday davom etadilar: agar haqiqiy taqvo bo'lsa, inson bunday ishlarga qo'l urmaydi.
ammo odamlarning qalbida iymon va amaliy holat yo'q. Ba'zi odamlar hadis va Qur'on haqida so'zlaydilar, lekin ularning amali va iymoni u so'zlar bilan mos kelmaydi. U zot alayhissalom deydilar: Alloh taolo meni bu narsalarni qayta tiklash uchun yubordi. Alloh taolo bu maydonni bo'sh ko'rganida uning ilohiy talablari hech qachon maydonning bo'sh qolishini va odamlarning uzoqda bo'lishini ma'qul ko'rmadi. Shuning uchun u zot ularga qarshi tiriklarning yangi bir qavmini paydo qilmoqchidir. Shuning uchun bizning da'vatimiz shundan iboratki, taqvoli hayot qo'lga kiritilsin. Demak, biz yangi qavmmiz. Biz Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayat qilganmiz. Bizga taqvo yo'lidan yurishimizga to'g'ri keladi va yurishimiz ham kerak. So'ngra u zot alayhissalom shunday deydilar: Taqvo shunday narsa emaski, inson uni faqat og'zi bilan talab qilib qo'lga kiritishi mumkin bo'lsin. Chunki shayton taqvo qiluvchilarni ham vasvasaga soladi. Taqvo yo'lida yurganlarni ham shayton aldaydi. Bu holatni tushuntirish uchun u zot alayhissalom shunday misol keltiradilar. Agar bir joyga ozgina shira qo'yilsa, unga ko'plab chumolilar yig'iladi. Qandaydir shirin narsa, qand yoki shira qo'yilgan joyga chumollar to'plangani kabi, shaytoniy gunohlar ham xuddi shunday. Bu holat insonning qanchalik ojiz ekanligini ko'rsatadi. Inson ba'zan o'zi haqida men juda ham taqvodorman, taqvo yo'lida yuryapman deb o'ylaydi. Lekin shu paytda shayton unga hujum qiladi. Ana o'shanda u shaytonning hujumidan to'liq saqlanmagani va hali ham butunlay Alloh taoloning himoyasiga kirmagani aniq bo'ladi. U zot alayhissalom davom etib deydilar: Agar Alloh xohlaganida insonda bunday zaiflik bo'lmas edi. Lekin haqiqat shundaki, agar kimdir biroz yaxshilik qilsa, u o'zini taqvodor deb o'ylaydi. Bu haqiqiy taqvo emas. Bu shayton hujum qiladigan taqvodir. U zot alayhissalom misol keltirganlaridek, shiraga chumollar yugurib kelgani kabi, shayton ham uni vasvasaga solish uchun miyasiga sen juda solih bo'lib qolding deb hujum qiladi. Shunday ahvolga tushganda inson yaxshiliklardan uzoqlashib, unda takabburlik paydo bo'ladi. Shuning uchun u zot alayhissalom deydilar: Taqvo yo'lida yurganlar juda ehtiyotkorlik bilan qadam tashlashlari kerak. Bu esa faqatgina inson tushunib yetganda, ya'ni har qanday kuch-qudratning yagona manbai faqat va faqat Allohning o'zi ekanligini anglagandagina mumkin bo'ladi. Hech bir payg'ambar yoki rasulning o'z ixtiyori bilan birovga kuch-quvvat berishga kuchi yetmaydi. Ha, payg'ambarlar va rasullar orqali barakalar yetadi. Ularning ta'limotiga amal qilish baraka olib keladi. Lekin haqiqiy qudrat faqat Alloh taoloning qo'lidadir. Payg'ambarlar va rasullar insonlarni faqat Allohdan so'rashga chaqirishadi. Insonga haqiqiy kuch faqat Alloh tomonidan beriladi va shunda insonda o'zgarish paydo bo'ladi. Bu kuchni qo'lga kiritish uchun eng muhim vosita duodir. Namoz esa shunday yaxshilikki, u orqali insondagi shaytoniy zaifliklar yo'qoladi va bu esa duo deb ataladi. Shayton esa insonning aynan shu yo'nalishda zaif bo'lishini istaydi. Chunki u yaxshi biladiki, insonning o'zini tuzatish vositasi aynan namoz orqali bo'ladi. Shuning uchun ham inson pok bo'lishi shart. Insonda ifloslik mavjud bo'lgunga qadar shayton uni sevadi. Shuning uchun pok va toza bo'lish uchun namoz o'qish shart qilinadi. Bu Ramazon oyida biz bu imkoniyatdan foydalanib, namozlarni muntazam ravishda ado etishimiz, ularga jiddiy e'tibor qaratishimiz va nafl namozlarga ham ahamiyat berishimiz lozim. U zot alayhissalom shunday deydilar: Agar shaytondan butunlay qutulishni va taqvo yo'lida mustahkam turishni istasak, unda ibodatga jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Bu ibodat shunday bo'lishi lozimki, u chiroyli ado etilishi, Alloh taoloning buyruqlariga muvofiq bo'lishi, riyo va ko'z-ko'z qilishdan mutlaqo xoli bo'lishi kerak. Agar ibodatimiz shu mezonlarga muvofiq bo'lsa,
U holda inson doimo shaytonning hujumlaridan himoyalangan bo'ladi va Alloh taoloning panohida qoladi. U zot alayhissalom taqvo haqida yana shunday dedilar: Taqvodor bo'lish uchun zarurki, kishi yirik gunohlar, zino, o'g'irlik, haqlarni poymol qilish, riyo, mag'rurlik, kamsitish va baxillik kabi ishlardan qat'iy uzoq tursin. Shuningdek, yomon xulqlardan saqlanib, ularning o'rniga yaxshi xulqlarni rivojlantirishi lozim. Taqvo uchun muhim narsa shuki, faqatgina katta gunohlardan chetlanish kifoya qilmaydi, balki ularning o'rnini go'zal axloq bilan to'ldirish kerak. Aslida faqat yomonliklardan saqlanish emas, balki yaxshiliklarga intilish haqiqiy taqvodir. Yomon xulqlarni yo'q qilish va yaxshi xulqlarni qabul qilish mana shu eng asosiy narsa. Faqat yomonliklardan chetlanish taqvo emas, balki yomonlikdan qochib, yaxshiliklarni bajarish haqiqiy taqvodir. Boshqa qaysi narsalar yaxshiliklar qatoriga kiradi? Odamlar bilan muloyim va yaxshi muomala qilish, xushmuomalalik ko'rsatish, hamdardlik bilan munosabatda bo'lish, Alloh taolo bilan haqiqiy vafodorlik va sadoqatni namoyon etish va ulug' xizmatlarni izlash. Kishi shunday ishlar qilishga harakat qilishi lozimki, ular Alloh taologa ham ma'qul kelsin va maqtovga sazovor bo'lsin. Mana shunday sifatlar bilan inson taqvodor deb ataladi. U zot alayhissalom aytadilarki, bunday xislatlar paydo bo'lgan insongina haqiqiy taqvodor hisoblanadi. Shunda Alloh taolo bunday kishilarning himoyachisi bo'lib qoladi. Chunki u zotning o'zi shunday marhamat qilgan. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ularga hech qanday qo'rquv bo'lmaydi va ular g'amgin bo'lmaydilar. Yana bir joyda shunday degan: وهو يتولى الصالحين. U zot solih bandalarning himoyachisi bo'ladi. Hadisi sharifda vorid bo'lishicha, Alloh taolo taqvodor bandalarining eshitadigan qulog'i, ko'radigan ko'zi, ushlaydigan qo'li va yuradigan oyog'i bo'ladi. Yana bir hadisda shunday deyilgan: Kim mening valiyimga dushmanlik qilsa, batahqiq men unga urush e'lon qilaman. Yana bir joyda shunday marhamat qilingan: Qachon biror kimsa Allohning valisiga hujum qilsa, Alloh uni xuddi bolasiga hujum qilingan sherday himoya qiladi va g'azab bilan hujum qiladi. U zot alayhissalom deydilarki, Alloh taoloning rahmati mana shu tarzda bandalariga yetadi. Inson Alloh taologa yaqinlashish uchun qadam qo'yganda, Alloh taolo ham unga tomon qadam tashlaydi. Alloh taoloning rahmati har kimga nasib etmaydi, balki kimlarga nasib etsa, o'sha insonlar uchun nishon deb ataladi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam orqali eng ko'p mo'jizalar namoyon qilindi. Dushmanlar u zotni muvaffaqiyatsizlikka uchratish uchun turli xil urinishlar qildilar, lekin hech biri muvaffaqiyatga erishmadi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'ldirish uchun ham turli rejalar tuzilgan edi, ammo oxirida ular barchasi barbod bo'ldi. U zot alayhissalom shunday dedilar: O'z qalbingizda Alloh taoloning muhabbati va ulug'vorligini his qilishni doim davom ettiring va buning eng muhim yo'li namozdir. Eng asosiy narsa Alloh taoloning huzurida o'z yaxshiliklarimizni taqdim etish va uning ibodat haqqini ado etishdir. Buning eng yaxshi vositasi namozdir. Ramazon oyini ibodatda o'tkazdik, namozlar va solih amallar bilan o'tkazdik. Endilikda bu amallarni davom ettirish zarur. Alloh taoloning rahmatini jalb qilish uchun ularni doimiy hayotimizning bir qismiga aylantirish lozim. Busiz hech chora yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ro'za 1 yildan keyin qayta keladi. Zakot esa mol dunyoga ega bo'lgan odamga berish farzdir. Har bir kishiga zakot vojib emas. Bu ham yaxshilikdir. Lekin namoz shunday ibodatki, har bir inson
Boy ham, kambag'al ham, katta ham, kichik ham 5 mahal o'qishi shart. Namozni hech qachon zoya qilmang. Uni qayta o'qing va biz shunday qudratli zot oldida turibmizki, agar u xohlasa hoziroq qabul qilishi mumkin deb chuqur e'tibor bilan bajaring. Insonning iymoni shunchalik mustahkam bo'lishi kerakki, u xuddi Alloh taolo oldida turibman. Alloh shunday qudratli zotdirki, agar u xohlasa shu zahotiyoq mening duoyimni qabul qilishi mumkin deb his etsin. U zot davom etib aytadilarki, dunyo hukmdorlari xazinalarga muhtojdirlar. Ular doimo xazinalarning bo'shab qolishidan xavotirda bo'ladilar. Xazinalari to'lib toshib tursa ham, ularni behad sarf qilaverishsa, oxir oqibat kambag'allikka duchor bo'lishlari mumkinligidan qo'rqadilar. O'zini boy hisoblagan bugungi g'arb dunyosi aynan shu holatga tushib qolgan. Ular boyliklari hech qachon tugamas deb o'ylagan edilar. Ammo bugun iqtisodiy holati yomonlashib bormoqda. Har bir mamlakatning iqtisodi tanazzulga uchrayapti. Narx-navo oshib bormoqda, pul qadrsizlanmoqda. Funt, dollar kabi valyutalarning qiymati pasaymoqda. Bu beqarorlik ularni turli cheklovlar joriy qilishga majbur qilmoqda. Biroq Alloh taoloning xazinasi hech qachon tugamaydi. Banda uning huzurida turganida faqatgina ishonchga muhtoj bo'ladi. Shu ishonch bo'lishi kerakki, Alloh taolo barcha qudratga egadir va uning xazinalari har doim to'la bo'lgan hamda bundan keyin ham shunday to'la bo'lib turadi. Agar bandada shunday ishonch bo'lsa, u undan so'raydi. Alloh taoloda shunday beqiyos qudrat borki, u duolarni qabul qilib, o'sha zahoti ato etib ham qo'yadi. Alloh taolo har narsani eshitguvchi, bilguvchi, xabardor va qodir zotdir. Agar u rahm qilsa, bu uning mehribonligidir. Inson duo qilsin, umidsizlikka va yomon gumonda bo'lmasin. Agar shunday qilsa, tez orada rohatni topadi va uning yanada ko'proq fazl va marhamatlari uning hayotiga qo'shiladi. Agarda inson shunday holatni paydo qilsa, u nafaqat Allohning fazlini, balki uning o'zini ham topadi. Bu eng to'g'ri yo'ldir. Bunga amal qilish lozim, ammo zolim va fosiq kishining duosi qabul bo'lmaydi. Chunki u Alloh taologa nisbatan loqayddir. Bu xuddi bir noshukur o'g'ilga o'xshaydiki, agar u otasiga e'tibor bermasa, otasi ham unga e'tibor qaratmaydi. Unda Alloh taolo nega marhamat qilsin? Shuning uchun u zot alayhissalom aytadilarki, bizning jamoatimiz Alloh taolo bilan chin qalbdan bog'lanishi va o'z iymon kuchini yaqqol ishonch darajasiga yetkazishga harakat qilishi kerak. Aynan shu maqsad uchun men kelganman. Agar odamlar bu maqsadni amalga oshirishga intilmayotgan bo'lsalar, unda menga bayatdan hech qanday foyda yo'q. Shu sababli biz doimo solih amallarimizni ziyoda qilishga, Alloh taolo bilan alohida aloqamizni mustahkamlashga intilishimiz kerak. Bu bizning hayotimiz maqsadidir. Aynan shu narsa jamoatimiz taraqqiyotiga hissa qo'shadi va bizni barcha qiyinchilik hamda musibatlardan saqlaydi. Inshaalloh, aynan shu sababli jamoat rivojlanib, Alloh taolo va'da qilgan darajaga yetadi. U zot alayhissalom aytadilarki, Masihi Maud vazifalaridan birinchisi shuki, Alloh taolo mo'jizalarni namoyon qilmoqda. Bu mo'jizalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarida ko'rsatilganidek hozir ham davom etmoqda. Alloh taolo taraqqiyotning belgilarini ko'rsatmoqda va ularni ko'rsatishda davom etyapti. U zot alayhissalom aytadilarki, Alloh taolo bizning duolarimizni eshitadi va ularga javob beradi hamda o'z yordamining biz bilan birga ekanini isbotlash uchun ushbu mo'jizalarni namoyon qilmoqda. Keyin u zot alayhissalom aytadilarki, ikkinchi maqsad bandalarni Alloh taolo bilan bog'lashdir. Alloh taoloning bir amali bor. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallam orqali va'da qilgan narsalarni bajaryapti. Boshqa tomondan esa Alloh taolo bizga mas'uliyat yuklagan. Biz uning shukr qiluvchi bandalari bo'luvchi, ibodatni haqiqiy ado etuvchi va iymonimizda taraqqiyotga erishguvchi bo'laylik. Agar biz
bunga erisha olsak, unda Alloh taoloning fazlu karamidan bahramand bo'lamiz va biz Masihi Maud alayhissalomga qilgan bayatga ko'zlangan haqiqiy maqsadga erishuvchi bo'lamiz. U zot alayhissalom aytadilarki, bizning jamoatimiz uchun eng muhimi iymonni mustahkamlash, Alloh taologa haqiqiy ishonch va ma'rifat hosil qilishdir. Yaxshi amallarda sustkashlik va dangasalik bo'lmasligi kerak. Chunki agar sustkashlik bo'lsa, hatto tahorat qilish ham og'ir bir ishdek tuyuladi. Qolaversa, tahajjud namozini o'qish esa juda qiyin bo'lib qoladi. Agar inson solih amallar qilish qobiliyatini rivojlantirmasa va yaxshiliklarda bir-biridan o'zish ishtiyoqi tug'ilmasa, u holda biz bilan aloqa o'rnatishning hech qanday foydasi yo'q. Agar kishi o'zini isloh qilishga, yaxshiliklarni bajarishga, Alloh taologa ibodat qilishga va oliy axloqni namoyon etishga harakat qilmasa, unda menga bayat qilishning hech qanday ahamiyati qolmaydi. U zot alayhissalom aytadilarki, bizning jamoatimizga faqatgina bizning ta'limotimizni hayotiy dastur deb bilgan va o'z imkoniyatlari hamda sa'y-harakatlariga muvofiq unga amal qilgan kishigina kiradi. Lekin faqat nomigagina a'zo bo'lib ta'limga amal qilmagan kishi yaxshi bilsinki, Alloh taolo bu jamoatni alohida va xos bir jamoat qilishni iroda qilgan. Faqatgina ismini yozdirish bilan jamoat a'zosi bo'lib qolmaydi. Bir vaqt kelib u baxtsizligi tufayli jamoatdan ajralib ketishi mumkin va ajralib ketadi ham. Shuning uchun har kim imkon qadar o'z amallarini ta'limga moslashtirishi kerak. U zot alayhissalom aytadilarki, amallar qanotlarga o'xshaydi. Amalsiz inson ma'naviy martabalarga parvoz qila olmaydi. Qushlar qanotlari bilan parvoz qilgani kabi, amallar ham ma'naviy darajalarni ko'tarish uchun zarurdir. Agar amallar bo'lsa, inson yuqoriga parvoz qilib Allohga yaqinlasha oladi. Aksincha, amalsiz inson ma'naviy martabalarga yeta olmaydi va Alloh belgilab qo'ygan oliy maqsadlarga erisha olmaydi. Shuningdek, u zot alayhissalom ta'kidlab aytadilar, qushlarda aql va tushunish qobiliyati bor. Agar ular Alloh tomonidan bergan instinkt va fitratdan foydalanmasa, ular o'zlarining tabiiy vazifalarini bajara olmaydilar. Masalan, asalari agar anglash va tushunish qobiliyatiga ega bo'lmasa, u hech qachon asal ishlab chiqara olmas edi. Xuddi shuningdek, ilgari xabar yetkazish uchun ishlatilgan xat tashuvchi kabutarlar ham o'z aql va fahmidan foydalanmaganida, ular uzoq masofalarni bosib o'tib xatlarni yetkaza olmas edilar. Bugungi kunda ham parrandalardan juda g'aroyib ishlar uchun foydalaniladi. Demak, avvalambor inson o'z aql va fahmidan foydalanishi kerak va shunday fikr qilishi lozim. Men qilayotgan ish haqiqatda Alloh taoloning buyruqlari ostida va uning roziligi uchunmi yoki yo'q? Qachonki u buni tekshirib, anglab yetsa, shundan so'ng qo'llarini ishlatishi va amaliy harakatga o'tishi zarur. Avvalo o'ylab, aql yuritishi kerakki, bu yaxshi ishlardir. Men ularni qilishim lozim. Ular yaxshi natija beradi. Ular Alloh taoloning hukmiga muvofiqmi yoki yo'q? Shundan keyin ularni amalga oshirishi lozim. Sustkashlik va g'ofillik qilmasligi darkor. Ha, shuni tekshirib ko'rish ham juda muhimki, ta'lim to'g'rimi yoki yo'q? Ba'zan ta'lim to'g'ri bo'ladi, ammo inson o'zining nodonligi va jaholati tufayli yoki boshqalarning fitna va yolg'on gaplariga aldanib qolishi mumkin. Shayton ham ba'zan odamni aldaydi. Shuning uchun ta'limning haqiqiyligini tushunish va tekshirish juda muhimdir. Shu sababli har bir ahmadiy o'z amallarini bajo keltirish va Alloh taoloning yaqinligini topish uchun harakat qilishi, xolis aql bilan o'ylashi lozim. Avvalo o'zini hisob-kitob qilib, fikr yuritib, duo qilib, keyin amalga oshirish kerak va maqsad faqat bitta bo'lishi lozim: Alloh taoloning roziligini qozonish. Demak, biz
Ana shu ishlarga amal qilsak, shundagina Hazrat Masih Maud alayhissalomga qilgan bayat maqsadlarini to'liq ado etgan bo'lamiz. U zot alayhissalom o'z ibodatlarimiz darajasini yuksaltirish uchun nasihat qilib shunday dedilar: Alloh taolo bilan muhabbata to'liq hissa oling, chunki haqiqiy tavhid shu bilan qaror topadi. Agar siz Alloh taolo bilan muhabbatda ekaningizga iqror bo'lsangiz va uning tavhidini qaror toptirishni istasangiz, buning tasdig'i ham zarur. Buning uchun esa Alloh taolo huzurida tiz cho'kish va iltijo qilish kerak. Agar biz shunday qilsak, shundagina haqiqiy tavhidni to'liq ado etuvchi, unga amal qiluvchi va uni tarqatuvchi banda bo'lamiz. U zot alayhissalom Alloh taolo bilan muhabbat nima ekanligini tushuntirar ekanlar, shunday deydilar: haqiqiy muhabbat shuki, odam o'z ota-onasi, turmush o'rtog'i, farzandlari, hatto o'z nafsi va har bir narsadan ko'ra Alloh taoloning roziligini ustun qo'ysin. Shu ma'noda Qur'oni Karimda bunday deyilgan: Fazkurullaha ka zikrikum abaakum va ashadda zikra. Ya'ni Allohni xuddi otalaringizni yod etganingizdek yod etinglar, balki undan ham qattiqroq muhabbat bilan yod etinglar. U zot alayhissalom deydilar: bu yerda shu narsaga diqqat qilish lozimki, Alloh taolo bizga Xudoni ota deb chaqiring degan ta'lim bermagan, balki nasroniylar kabi aldanib qolmang deb o'rgatgan. Shu sababli Xudoga ota deb murojaat qilmang deyishga buyurilgan. Agar kimdir u holda otadan kamroq muhabbat bo'ladi deb e'tiroz bildirsa, uni bartaraf etish uchun Allohni ko'proq zikr qiling degan aniq ta'kid qilingan. Agar bu ta'kid bo'lmaganida e'tirozga sabab bo'lar edi. Lekin hozir Alloh taolo otangizdan ham ziyoda zikr qiling deb bu masalani hal qilgan. U zot alayhissalom aytishlaricha, haqiqiy tavhidni o'rnatish uchun Alloh taolo muhabbatdan to'la hissa olish zarur. Bu muhabbat amaliy hayotingizda komil bo'lmaguningizcha isbotlana olmaydi. Faqat til bilan e'tirof etish bilan bu ishonch to'g'rilanmaydi. Agar kimdir shakar yoki asalning nomini tilga olsa, uning og'zi shirali bo'lib qolmaydi. Faqat nomini aytish bilan inson shirinlik ta'mini his qilmaydi. Xuddi shu tarzda, agar kimdir do'stlikni og'zi bilan e'tirof etsa, lekin sinov vaqtida yordam qo'lini cho'zmasa, u haqiqiy do'st deb atala olmaydi. Xuddi shuningdek, agar Alloh taoloning tavhidini va muhabbatini tan olish faqat og'izda qolsa, amal bilan tasdiqlanmasa, buning hech qanday foydasi yo'q. Tan olish faqat so'z bilan emas, amal bilan ham bo'lishi lozim. Buning ma'nosi shu emaski, til bilan iqror hech qiymatga ega emas, balki mening demoqchi bo'lganim, til orqali iqror qilish bilan birga uni amal bilan tasdiqlash ham shartdir. Shuning uchun Alloh yo'lida o'z hayotingizni vaqf qilishingiz kerak. Ana shu islomdir. Mana shu maqsad uchun men yuborilganman. Shu sababli kim Alloh taolo tomonidan oqib turgan bu buloqqa yaqinlashmasa, albatta u baxtsiz bo'ladi. U zot alayhissalom aytadilarki, Alloh taoloning tavhidini o'rnatish uchun o'z hayotingizni shunday qilib tartibga soling. Bu deganimiz jamoatga faqat xizmatchi bo'lib xizmat qilish emas, balki Allohning payg'omini yetkazish va uning ta'limotiga amal qilish uchun o'z hayotingizni vaqf qilishingizdir. Hayotingiz shunday bo'lishi kerakki, u faqat Alloh uchun ekanligi ayon bo'lsin. Agar shunday qilsangiz, ana o'shandagina siz haqiqiy muvaffaqiyatga erishasiz. Shuni maqsad qilib tushuningki, bizning hayotimiz faqat dunyoni topishdan iborat emas, balki Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayat qilib, Alloh taoloning yagona ekanligini dunyoda qaror toptirish va tarqatish uchun har qanday imkoniyatdan foydalanishimiz kerak. Ana shunday fikrda bo'lsak, jamoatning har bir a'zosi o'z hissasini qo'shadi. Allohning tavhid bayrog'ini dunyoda ko'tarish, uning da'vatini tarqatish va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bayroqlari ostida birlashtirish uchun har birimiz sa'y-harakat qilayotgan bo'lamiz. Shuning uchun bu Ramazonda biz ibodatlarga e'tibor berish, oliy axloqni targ'ib qilish, yaxshiliklarni amalga oshirish va Alloh taoloning tavhidini tarqatish haqida qilgan
qilgan ahdlarimizni amalga oshirish uchun harakat qilishimiz shart. Biroq bu harakat faqat Ramazon tugagandan keyin to'xtab qolmasligi kerak, balki bu yil davomida davom etishi lozim. Agar biz yil davomida buni davom ettirsak, shundagina biz hayotimizning haqiqiy maqsadiga erishguvchi bo'lamiz. Agar bunday bo'lmasa, unda Alloh taoloning buyrug'i va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning amrlariga amal qilib, biz Hazrat Masih Maud alayhisalomga bergan bayatning hech qanday maqsadi qolmaydi. Biz bu maqsadga erisha olmaymiz va Hazrat Masih Maud alayhisalomga bayat qilish orqali bizga tegadigan barakadan bahramand bo'la olmaymiz. Shuning uchun biz doimo yodda tutishimiz lozimki, bayat qilganimizdan so'ng biz o'zimizda xos bir o'zgarish yaratishimiz kerak. Bu Ramazonda qilingan duolar va erishilgan yaxshiliklar umrbod davom etishi kerak. Hazrat Masih Maud alayhisalom bir joyda shunday deganlar: agar dunyo ahli kabi hayot kechirsangiz, bu sizga hech qanday foyda keltirmaydi. Siz mening qo'limda tavba qildingiz. Mening qo'limdagi tavba haqiqiy ma'noda o'limni talab qiladi. Shundagina siz yangi hayotga erishib qayta tug'ilasiz. Agar bayat qalbdan bo'lmasa, u hech qanday samara keltirmaydi. Mening bayatimdan asosiy talab shuki, Alloh taolo qalbning ixlos bilan iqror etishini istaydi. Demak, kim meni chin qalbdan qabul qilsa va o'z gunohlariga xolis tavba qilsa, unda kechirguvchi hamda rahm qilguvchi Xudo albatta uning gunohlarini mag'firat qiladi. Bunday inson onasining qornidan yangi tug'ilgan chaqaloq kabi bo'ladi. Keyin esa farishtalar uni himoya qila boshlaydi. U zot alayhisalom bir misol keltirib shunday deydilar: agar bir qishloqda bitta solih odam bo'lsa, Alloh taolo uning solihligi sababli butun qishloqni halokatdan saqlab qoladi. Ammo agar ofat kelsa, u barchani qamrab oladi. Lekin Alloh taolo o'z solih bandalarini biror yo'l bilan saqlab qoladi. Bu Allohning sunnatidirki, agar bir kishi ham solih bo'lsa, u tufayli boshqalar ham saqlanib qoladi. Shuning uchun bugungi kunda dunyodagi vaziyatlarni hisobga olgan holda biz nafaqat o'zimizni va avlodlarimizni saqlab qolish, balki butun insoniyatni halokatdan asrash, Alloh taoloning tavhidini dunyoda tiklash va Allohning rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning bayroqlari ostida insoniyatni jamlash uchun harakat qilishimiz lozim. Buning uchun biz o'zimizda muhim bir o'zgarishni barqaror ravishda joriy qilishimiz va duolarni hayotimizning ajralmas qismiga aylantirishimiz shart, toki biz o'zimizni ham, boshqalarni ham saqlab qolaylik. Chunki dunyo juda tezlik bilan halokat sari ketmoqda. Alloh taolo xohlasa dunyoning islohi uchun sabablar yarata oladi. Insonlarning qalblarini yaxshilikka burib, ularni halokatdan saqlay oladi. Agar halokat kelishi taqdirda bitilgan bo'lsa, u holda Alloh taolo mu'minlarni undan saqlasin va undan saqlanishimiz uchun biz o'z amallarimizni shunday bajarishimiz kerakki, Allohning fazl marhamati doimo bizga nasib bo'lsin. Alloh taolo bizga yordam bersinki, biz bu narsalarni chindan anglab oladigan bo'laylik. Ibodatlarimizni qanday tirik tutishimiz kerak? Alloh taolo bilan qanday aloqa bog'lashimiz kerak? Taqvo yo'lida qanday yurishimiz kerak? Yuksak axloqlarni qanday namoyon etishimiz kerak? Tavhidni dunyoda qanday o'rnatishimiz kerak? Dunyoni va o'zimizni halokatdan va hujumlardan qanday asrashimiz kerak? Agar bu his-tuyg'ular bizda paydo bo'lsa va faqat o'sha paytdagina biz Hazrat Masih Maud alayhisalomga bergan bayat haqqini ado etguvchi bo'lamiz. Alloh taolo bizga kuch-quvvat bersinki, biz bu bayatning haqqini to'la ado etguvchi bo'laylik va bu Ramazon biz uchun barakalar sababchisi bo'lsin va bizni o'z marhamatlari, fazllari va barakalardan bahramand etsin va bu Ramazonning qolgan kunlari butun yil va keyingi Ramazongacha biz Alloh taoloning ibodat haqqini ado etguvchi bo'laylik hamda uning bandalari haqlarini ham ado etguvchi bo'laylik. Alloh taolo bizga bu ishlarni qilishga tavfiq ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر